Bugungi yangi mavzuyimiz bo'linuvchanlik. Sonning natural bo'luvchilar soni va yig'indisini topish. Birinchi misolimizda 36 soni berilgan. Mana shu 36 sonining natural bo'luvchilar sonini aniqlash topshirig'i berilgan. 36 soni qaysi sonlarga bo'linadi? Bularni men tartib bilan yozib chiqdim. 36 1 ga bo'linadi, 36 2 ga bo'linadi, 36 soni 3 ga bo'linadi, 4 ga ham bo'linadi, 6 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, 12, 18, 36 ga bo'linadi. Jami 9 ta natural bo'luvchisi bor ekan. Endi bu yozib chiqishdan tashqari yana bitta usul bilan ham ishlashimiz mumkin. Bu usulimiz 36 sonini tub ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Ularni yozib olamiz. Endi mana shu tub ko'paytiruvchilarga ajratgan sonlarimizni mana bu darajalariga birini qo'shib, ularni yig'indisini bir-biriga ko'paytirish orqali tub ko'paytiruvchilar sonini aniqlashimiz mumkin. 2 ni ikkinchi darajasini 2 plus 1 qilib oldim. Buni ham 3 ni ham kvadrati bo'lganligi uchun kvadratini ham 2 plus 1 qilib oldim. Ya'ni qoidaga ko'ra darajalariga 1 ni qo'shamiz va bir-biriga ko'paytiramiz. 2 ga 1 ni qo'shsak 3, 2 ga 1 ni qo'shsak 3, bir-biriga ko'paytirsak 9.